Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. 19-qism. Turkiyadagi sokin to'ntarish. 27-fevral turk tarixida postmodern davlat to'ntarishi sifatida qayd etilgandir. Harbiylarning ta'ziyasi ostida Turkiya Jumhuriyati bosh vaziri Erbakan o'z vazifasidan iste'fo berdi. Erbakanning ketishi biz muhojirlar hayotida ham darrov aks etdi. Bizning faollar hibsga olinmasa ham uzoqdan nazorat ostiga olindilar va erkin harakat maydoni tobora toraytirila boshlandi. O'zbekistondan mehmonlar. Ayni shu tashvishli kunlarning birida Temurxo'ja telefon qilib, sizni O'zbekistondan kelgan yozuvchi do'stlaringiz Tohir Malik va Nurulloh Otaxon so'rashdi. Ular Istanbulda falon joyda turishibdi deb adres va telefonini berdi. Men juda sevindim. Ikki ism ham Karimov diktaturasida o'zligini saqlab qola olgan mustaqil fikrli kishilar edi. Erk partiyasidan Iroq bo'lsalar ham fikriy jihatdan rejimga muxolif insonlar edi. Tohir Malik bilan 80-yillar oxirida yozuvchilar uyushmasida birga ishlagandik. Nurulloh Otaxon esa birlik harakatiga xizmat singan yosh yozuvchilardan edi. Ular bilan bir otelda ko'rishdik. Bu mehmonlar O'zbekistondan kelgan ba'zi arboblarga o'xshab qo'rqa-pisa gapirishmadi. Har narsani ochiq gaplashdik. Azbaroyi ishonganimdan bir nozik iltimosni tilga keltirdim. Bo'stonliqda qurib bitirilmagan bir dala hovlimiz bor edi. Uni o'sha yerdagi ahli yozar do'stlarimiz uchun bir masjidga aylantirib foydalanishlarini istadim. Mening O'zbekistonga qaytib borishim dargumon. Bu mening xususiy mulkim. Uni tilxat bilan sizlarga topshirsam, bir masjid qurishga bosh-qosh bo'lsalaring, sizlar ham, biz ham savob olardik dedim. Ular juda yaxshi qabul qilishdi. Bu ish boshlansa, imkonim boricha masjid qurilishiga ham mablag' beraman dedim. Ular xursand bo'lishdi. Afsuski bu ishimiz amalga oshmadi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, uyim hukumatga yaqin bittasiga hadya etilibdi. Yaqinda bu kitobda foydalanish uchun arxivimdan hujjatlarni saralayotib, Nurulloh Otaxon Muhammad Ravxonning amalga oshmagan bu loyihamiz haqidagi maktubiga duch keldim. Zelimxon Yandarbiyev. 1997-yil may oyida Istanbulda meni Chechenistonning sobiq prezidenti Zelimxon Yandarbiyev ziyorat etdi. Zelimxon shoir edi. 1970-yillar oxirlarida Moskvadagi Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutida tahsil olgandi. Men ham o'sha paytlarda oliy adabiyot kurslarida o'qigandim. Kavkazlik do'stlar orasida birora ko'rishgandik, ammo yaqinligimiz yo'q edi. Uni 1994-yilda Dudayev da'vati bilan Grozniy shahriga borganimda yaqindan tanidim. Uyda bir necha marta mehmon qildi. O'zbekcha mantilar tayyorlagan ayolning ismi Malika. Kavkaz turklaridan edi adashmasam. O'sha paytda Zelimxon Chechenistonning vitse-prezidenti edi. Keyin 1995-yilda Dudayev rus bombasidan shahid bo'lganida Zelimxon 21-aprel 1996-yildan 16-oktyabr 1996-yilgacha prezidentlik vazifasini ado etdi. Zelimxon Yandarbiyev 1996-yil 28-may kuni Moskvada rus qo'shini bilan otash kesim uchun shartnoma tuzishga borgan chechen hay'atining boshida edi. Shartnoma imzolash marosimida men sen ko'rsatgan yerda o'tirmayman, sen bilan yuzma-yuz teng maqomda o'tiraman deya rus prezidenti Yeltsinga maydon o'qigan mard yigit edi Zelimxon. Yandarbiyevning o'limi. 2004-yil yanvar oyida men Gollandiyaning Rotterdam shahrida bir konferensiyada ekan, menga telefon qildi. Svoboda radiosidan oldim telefoningni dedi u. Juda sevindim. U bilan samimiy bir do'stligimiz bor edi. Zelimxon juda tushkun ahvolda edi. Qochishdan, yashirinib yashashdan charchadim do'stim. O'ldirsalar tezroq o'ldirsin bu itlar dedi, teran bir qayg'u ichida. Men unga Turkiyaga kel. U yerdagi do'stlarini ishga solib, senga bir zirh uyushtirarmiz axir dedim. Meni u yerga kiritishmaydi, urinib ko'rdim. Chegaradan qaytarishdi. Sen o'zingni o'yla. Seni ham kiritishmayapti-ku turklar dedi.
Shu tarzda bir necha daqiqa foydasiz tortishdik. Keyin mutlaqo xabarlashib turaylik degan motamsaro jumla bilan suhbatni tugatdik. Selimxon o'limi yaqinlashayotganini sezgani aniq edi. Uning uchun juda qayg'urdim. Bundan boshqa qila oladigan ishim ham yo'q edi. Selimxon Yandarbiyevni bir oy o'tar o'tmas Putin yo'llagan qotillar Qatarda o'ldirishdi. 90-yillarda O'zbekiston yozuvchilari Tohir Malik va Nurulloh Muhammaddan keyin bizning uyga qadam ranjida qilgan so'nggi yozuvchi Nurali Qobul bo'ldi. Undan keyin to 2012-yilgacha yozuvchi zoti bizga yaqinlashmadi. Aslida O'zbekistondan ayrilgandan keyin u yerdagi do'stlardan juda katta qismi bizdan voz kechgandi. Biz zeragan bu men, keyin mening tarafdorlarimning do'stlaridan ham hatto voz kechishdi. Ya'ni bizdan uzoq turish uchun yaqinlik kategoriyalarining 3-4 qatidan voz kechishdi. Shu qadar ehtiyotkor, shu qadar jonlari shirin edi mening do'stlarimning. Birinchi bo'lib Alloh rahmat qilsin, gunohlarini kechirsin, eng yaqin do'stim Ahmad Azam uzoqlashdi. Toshkentdan chiqqandan so'ngra 3 kun o'tib Olmaotadan telefon qildim. Bugungiday esimda. Ahmad ovozimni eshitib talmovsirab qoldi. Men Ozarbayjonga bir o'tib qaytib kelaman yana. Tashqarida faoliyat bo'lmaydi, bunga aminman dedim. Ahmad, nima deyapsiz? Bu yerdagi ahvolni bilmaysiz. Dilorom Ishoqova polkovnik Taxtinga Sariog'ochdagi hayotingizning hammasini aytib bergan. Qozog'istonda chiqargan kitobchangizni ham esimga bergan hammasini dedi. Keyin bu yerga kelmang, iltimos, faqat o'zingizga emas, hammaga yomon bo'ladi kelsangiz deb ogohlantirdi. Men Ahmadga hech narsa demadim. Quruq xayrlashdim. Kelaman deb Ahmadni sinash uchun aytmagandim. Haqiqatan ham Bokuda Ozarbayjon prezidenti bilan ko'rishib, Toshkentga qaytmoqchi edim. Qaytaman deb Elchibeyga ham aytgandim. U ham meni qaytmaslikka tashviq qildi. Lekin Ahmad aytgan sabablar uchun emas albatta. Ahmadning ovozidagi hayajon meni o'ylantirib qo'ydi. Qaytsam buning zarari bo'ladimi, foydasimi deb taraddudlanishga boshladim. Keyin Elchibeyning jiddiy maslahati va do'stlarining talqini bilan Turkiyaga ketishga qaror bergandim. Shunday qilib, mendan ilk uzoqlashgan, zudlik bilan uzoqlashgan Ahmad bo'ldi. Keyin qolganlari. Xususan adabiyotdagi do'st bilganim insonlar Ahmad tezligida uzoqlasha boshladilar. 1999-yil portlashlardan keyin Ahmadning ukasi Quddus Azam akamga Muhammad Solih bilan do'stligi juda zarba berdi. Agar bu do'stlik bo'lmasaydi, akam yuksak martabalarga erishardi. Muhammad Solih chet elda mazza qilib yuribdi, zarar bizga bo'ldi deganmish. Men bu kimsani Allohga havola qilaman. Ulardan hech biriga telefon qilmadim, zararim tegmasin deya. Telefon qilganlarim ham ikkinchi marta telefonimga chiqmadilar. Yoki telefonda ovozimni eshitib, kim bu deya go'yo eshitmaganday go'shakni qo'yib qo'ydilar. Erk partiyasidagi do'st bilganlardan ham 5-6 tasi gazetga men faloncha, erkdan chiqdim, Muhammad Solih biz o'ylagan odam emas ekan deya partiyadan uzoqlashdilar. Ammo aksariyati turgan joylarida qoldi. Suslashdilar, ammo xoinlik qilmadilar. Shunga ham shukr qildim. Bular yozuvchi shoirlar qadar tezkor emasligiga sevindim. Lekin men Turkiyaga kelganimdan 5-6 oy, hatto 1 yil o'tganidan so'ngra yozuvchi shoirlardan meni yo'qlab kelganlar bo'ldi. Masalan, 1993-yil kuz oylarida Istanbulga bir majlisga qatnashgani kelgan shoir Omonmatjon men turgan Ulus mahallasini topib keldi. Musofirga yarashgulik osh qilib berdik. U juda xursand bo'lib, vatanga qaytma, foydasi yo'q. Go'zal hayoting bor ekan, she'ringni yozib yashayver. Senga havasim keladi to'g'risi dedi rosmana jiddiylik bilan. Hayrat ichida qoldim. Vatandan kelgan odam menga vatanga qaytma deganiga. Omon aka haqiqatan ham akamiz edi. Toshkentdagi Qoraqamishdagi uyini menga 10 yilga ijaraga berib qo'ydi. Albatta tekinga emas. 10 yillik kira pulini oldindan to'lab qo'ydim. Lekin Omonmatjonning kitob nashri kabi tashkiliy ishlarda yordami tekkan,
Alloh undan rozi bo'lsin. Omonmatjondan 4 yil keyin Istanbulga Nurali Qobul keldi jasorat qilib. Yonida Rustam Usmonov bor edi. Rustam bankning egasi. Uyda yemak yedik. Nurali juda ehtiyotkor bo'lgani uchun biz bilan rasmga tushmadi. Ammo Rustam bank tushdi. Mana shu rasm 26 avgust 1997-yil Istanbulning Sahroi Jadidida olingan. Rustam jo'shib ketib, sizning kitoblaringizni men qirg'izda chiqarib sotaman, bo'ladimi dedi. Albatta, siz sotib pulini o'zingiz oling. Menga pul kerakmaydi. Xalqqa tarqalsa bo'ldi dedim. Keyin Qirg'izistondan telefon qilib kitobni nashrga tayyorlayapmiz dedi, ammo bo'lmadi shekilli, kitob chiqmadi. Xullas 1500 a'zosi bo'lgan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining 4 ta a'zosi bir tuhmatga uchragan maslakdoshini borib ko'rishga jur'at etdi. Ulardan bittasi u mazlum ila rasmga tushishdan qo'rqdi, ammo uning uyiga kelishdan qo'rqmadi. Bu ham bir jasorat o'zbek yozuvchisi uchun albatta. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan kitobi 19-qismini tingladingiz. Davomini keyingi yo'yinlarimizdan izlang.